Bu narsa nimaligini bilasizmi? Mana shu 10X mashinasini egalari 90% deyarli shu savolni berishadi. Propan qo'ydirganimdan keyin tabletka balloni zapaskami joyi ko'tarilib qoladi. Albatta ko'tarilib qoladi. Chunki o'zining tog'orasi juda ham ingichka hisoblanadi. Har qanday litrajli ballon bo'lsin, 42 bo'ladimi, 48 bo'ladimi, 57 bo'ladimi, baribir ko'tarilib qoladi va bu narsani qo'yganni hech qanaqa foydasi yo'q. Yechim bormi? Albatta yechim bor. Mana bunaqa ideal yechim. Shuni ko'taramiz. Hozir tegida 57 litrli ballon, ya'ni eng kattasi turibdi. Teglari polni shum izolyatsiya bo'lgan. Shundoq qo'yami, xohlagan vesingizni bemalol ko'tara oladi. Kojasi juda ham ideal va bagaj ham tekis bo'lib turibdi. Xohlagancha yuk orting, xohlasangiz 5-6 ta negativ ham ichiga sig'dirib oladi. Chek yonyapti, siltalayapti, baland boribdi, mashina ham yaxshi yurmayapti, rasxodga ham to'g'ri kelmayapti. O'zi propan qo'ydirganim foydasi bor. Albatta to'g'ri komplekt qo'ydirishingiz kerak. Ana o'shandagina hozirgi sanab o'tgan muammolar umuman qaytarilmaydi. Yevropa gazdan MS30 ga yetor kislorod obidagi ulanadi, nastroyka rasxodniklari ideal bo'ladi. Kollektor to'g'ri teshiladi va italyanskiy farsunka ustunovka qilinadi. Italyanskiy reduktor, termotrubkamiz va har doimgidek fagum ishlangan. Aynan shu komplektatsiyada muammo kuzatildi. Narxidan qochmay sifat qadrlangan holatda ustunovka qildiradigan bo'lsangiz, hech qanaqa muammolar kuzatilmaydi. Xuddi shunaqa xizmatlar sizga kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilasizlar. Kelasizlar, xudo xohlasa ishingizlar xuddi shunaqa sifatli bo'ladi. Va eng muhimi, salon garantiyalari o'zining joyida saqlanib qoladi.